Assalomu alaykum Yevropa gaz obunachilari. Ertalabdan ishimiz boshlab oldik. Ishimiz avjida ko'rib turganingizdek ketma-ket mashinalarimiz avjida. O'zi sifatli metan uстановка qilsangiz klientlaringiz ko'p bo'ladi-da. Mana ko'rib turganingizdek Yevropa gazda ishimiz avjida. Birinchi o'rinda Kia K5 mashinamiz. Propanda, metanda, ligrovka ishlari ham bo'lyapti. Bu tarafda esa Colt mashinamizga original zapchastlar bilan qo'yilyapti. Ko'rib turganingizdek birinchi o'rinda miyamiz Alex Polshada ishlab chiqarilgan original miyamiz. Hali buni podbelkasi chiqmagan. Optima Rico degan Alexga firmaniki. Original X reduktorimiz Adax firmasiga tegishli. Bu ham original qo'yilyapti. Va Valtec farsunka Italiyaniki original zapchastlar bilan uстановка qilinyapti. Bu Colt mashinamizga metan 90 talik uстановка qilinyapti. Endi ishni boshlab olganmiz, xudo xohlasa. Bu tarafda Toshkent shahrida kelgan Damas mashinamiz. Bunga 65 talik metan uстановка endi qilinyapti. Ko'rib turganingizdek hali shu yerda. Bu tarafda Gentra mashinamiz 90 talik o'zida turibdi. Old qismi yozib, oldiga qo'ygan mana. Akurat qilib propan qo'yilyapti. Hatto Colt mashinamizga esa endi uстановка qilinadi. Orqa qismi to'g'riroq, old qismidan ish jarayonida 3-chi pokoleniya uстановка qilinyapti. Kamtushlar, relashlar o'rganib qo'yib beramiz. Bizlar kamtur xizmatlar. Kamtur xizmatlar programma xizmatlari ham bor. Bizda shunaqa xizmatlar bor. Keyin bemalol aloqa chiqarishingiz mumkin. Tutamiz. Bu tarafda ichkarida Spark mashinamiz. Spark mashinamizga o'zida metan turibdi. Metanni op-qop, mana op-qop propan qo'yilyapti. Bizda shunaqa xizmatlar ham bor. Metan olib kelib bersangiz, propanga almashtirib beramiz. Zamir xizmatlar. Propan o'zi Spark metan yetib 4 paket propan qo'yib beryapmiz. Tracker 2 mashinamizga original miyasini Alex miyalar bilan akurat qilinyapti. Alex Optima Nano OBD funksiyasi bor. Chetlar o'chgan ligrovkalari bor. Ko'rib turganingizdek. Injektorimiz Valtec Italiana farsunkasi originali. Buni hali podbelkasi chiqmagan. Radiatorimiz AT09 Nordic hammasi firmaga tegishli originalni qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek. Mana suv joyini pechkadan olib beryapmiz, suv joyini. Ko'pchilik antipressionlar biz pechkadan olib beryapmiz. Suvni chiqish uchun. Bu tarafda Lacetti Gentra mashinamizga 3-pokoleniya metan uстановка qilinyapti. Ko'rib turganingizdek. Joyda 90 talik balon bilan sifatli qilib chiroyli qo'yib beramiz. Mana Xo'jadagi Colt mashinamizga ham metan qo'yilyapti. Ishimiz avjida davom etyapti. Sifatli uстановkalardan sifatli joyda qilib beryapmiz. Navbatdagi oxirgi Kia mashinamiz GDI motor hisoblanadi. Bilasizlar, GDI motor uстановка qilish ham juda qiyin. Biz shuniga GDI motorga original zapchastlarni qo'yapmiz. Samarqandga akamizga. Reduktorimiz AT09 Nordic XB original xomitlar, original shlanglar bilan chiroyli qilib Alex yerga qo'yib beramiz. Farsunkamiz esa Barakuda farsunkamizga qo'yib berganmiz. Bo'lmasa ana DJ K5 mashinamizga chiroyli qilinyapti. Ishimiz avjida. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol Yevropa gazga aloqa chiqishingiz mumkin. Ya'ni quyidagi pastdagi nomerga aloqa chiqishingiz mumkin. Har qanday turdagi mashinalarga biz metan, xolisiz propan uстановка qilib beramiz. Yevropa gaz doim bir qadam oldida sifatli metan uстановка. Bizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sifatli qilib, chiroyli qilib, original bo'lsa original zapchastlar, Xitoy bo'lsa Xitoy zapchastlar qo'yib beramiz. Kelishtirib albatta sifatli qilib. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Bizni obuna bo'lish esdan chiqmasin va bitta like bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.